qabristonga inson qo'yilgan paytda ruhoniyat har payshanba keladi deydilar. Ko'rsatilar ekan, mana bu seni farzanding, mana bu seni o'ying. Keyin kelmaydi birodarlar. Ammo kutadi. O'sha farzandini kutadi. O'sha dunyoda qoldirgan yaqinlarini kutadi. Endi o'sha borib ikki kalima Qur'onni o'qib Parvardigor deganda Xudo taolo o'sha qabrdagi insonning ruhini shod qiladi. Nohot ana shu narsaga e'tibor bermasak. Rasululloh nima dedilar sallallohu alayhi vasallam? Qabristonga chiqqan paytda insonlar ruhoniyat turar ekan. Bir xarob, bir xursand holatda. Xarob bo'lgan holatga nima bundoq turibsiz desa, dunyoda farzandlarim bor-diyu. Orqamdan yo'qlar kim der ekan. Qoldirib ketgan 3-4 tasini. Mol-mo'shnalargacha qoldirib ketgan. 5 talab olib turib qoldirib ketgan. Ammo keyin orqasidan bir ikki kalima Qur'on o'qib qo'ya olmaydi. Mana xonaga kirsangiz qog'ozda turibdi. Bir birodarimiz aytgandilar, bundan bir 10 yil, 12 yil oldin, vallohu alam Toshkentdan kelayotgan paytimizda aytibdilar. Bitta ota deyli 5 ta farzandini boqar ekan, ammo 5 ta farzand bitta otani boqa olmas ekan degandilar. Men ajablangandim, nimaga bundoq degandilar deb. Bugun shu narsaga guvoh bo'ldik. O'sha 5 ta, 6 ta, 7 ta, 10 ta farzandi bitta onasiga yarim chin ovqat bera olmas ekan birodarlar.